Namangan davlat pedagogika institutida o'qitish va baholashning yangi tartibi bo'yicha yirik o'quv trening bo'lib o'tdi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi qoshida tashkil etilgan pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy-amaliy markazi tashabbusi bilan o'tkazilgan ushbu tadbirda viloyatdagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarining rahbarlari hamda pedagog xodimlari ishtirok etdilar. Treningning asosiy maqsadi umumiy o'rta ta'lim tizimida joriy etilgan yangi o'qitish va baholash mexanizmlarini amaliyotga to'g'ri tatbiq etish, pedagoglarning zamonaviy yondashuvlari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish, shuningdek, ta'lim sifatini yanada yuksaltirishdan iborat bo'ldi. Salohiyati yuqori farzandlarimiz rosa ko'p, lekin xalqaro baholashda so'ralgan narsa bizdagi maktabda berilayotgan ta'limdagi baholash bilan mos bo'lmay qoldi. Muvofiq kelmay qoldi. Shu sababli shu yangi mezonlarga asoslangan baholash tizimini joriy etish maqsadida barcha viloyatlarga yurib trening darslar o'tkazyapmiz. Ustozlar yaxshi qabul qilyapti. Oldin o'tgan ustozlar bu endi o'tayotgan ustozlarga ancha ko'mak berishyapti, yordam beryapti bu jarayonda. Chunki o'quvchi endi darsga qiziqa boshladi, loyiha ishlari qila boshlayapti. Har bir amaliy topshiriqda u o'zini o'rnini bilyapti va qilayotgan nimaga qodir ekanligini, o'zini salohiyatini, o'zini iqtidorini namoyish eta olyapti. Tadbir davomida ishtirokchilar yangi baholash mezonlari, dars jarayonlarini samarali rejalashtirish, ta'lim sifatini monitoring qilish, o'quvchilarning individual yutuqlarini aniqlash va baholash kabi yo'nalishlarda nazariy va amaliy bilimlarni chuqurlashtirdilar. Namangan davlat pedagogika instituti bilan hamkorlikda viloyatimizda 2024-25 yilda o'tgan 80 ta maktablarning direktori va o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlari va 2025-2026 o'quv yilida yangi o'tayotgan 150 ta maktab, jami 230 ta maktabning direktorlari va o'quv ishlar direktor o'rinbosarlari bilan birgalikda mana shu yerda yangi baholash tizimini o'rgatyapmiz. Bu bilan biz albatta Namangan davlat pedagogika institutining rahbariyatiga, tashkilotchilariga, xususan rektor ustozimizga, prorektorga minnatdorchilik bildiramiz. Juda chiroyli sharoit qilib, mana xonalarda o'sha 230 ta maktabdan kelgan rahbarlarga chiroyli sharoit qildilar. Trening yuqori saviyada tashkil etildi. Institutning o'quv auditoriyalari zamonaviy texnika vositalari bilan jihozlandi. Metodik materiallar tayyorlandi va ishtirokchilarning samarali o'qishlari uchun barcha sharoitlar yaratildi. Bugun Namangan davlat pedagogika institutida barcha umumta'lim maktab direktorlar va o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlariga yangi baholash tizimi bo'yicha trening mashg'uloti o'tilyapti. Bugun kelgan barcha ustozlar yangi baholash tizimini o'tagan va bu yilda yangi 2025-2026 o'quv yilida ta'lim muassasalarida yangi baholash tizimi joriy etilayotgan maktab ustozlari qatnashyapti. Bu treningdan yangi baholash tizimini afzalliklari, qulayliklari haqida ustozlar tomonidan to'liq tushuntirib beradi. Bunday o'quv treninglar o'qituvchilar malakasini oshirish, ta'lim jarayonini xalqaro standartlarga moslashtirish hamda o'quvchilarga yanada samarali bilim berish yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda.